Assalomu alaykum hurmatli samarqandliklar va Samarqand shahridan xonadon xarid qilmoqchi bo'lib yurgan yurtdoshlarimiz. 15-20 yildan beri taxminan vokzal ort hudud, ya'ni xalq tilida Zaliniya nomi bilan tanilgan hududda endi 300 gektarlik yangi shaharcha barpo qilinadi. Siz bilgan quruvchi kompaniya Global Avenue qurilish kompaniyasi endi aynan shu Zaliniya hududiga barpo qilinadigan 300 gektarlik yangi shaharchaning qoq markazida siz uchun yangi turar joy majmuasi va yashashning yangi darajasini taqdim qiladi. Ushbu loyihamizning nomi Izmir turar joy majmuasi. Ushbu Izmir turar joy majmuasi boshqa majmualardan nimasi bilan ajralib turadi? Birinchi navbatda Izmir turar joy majmuasida 12 qavatlik turar joy binolari hamda aynan ushbu 12 binoning tagida ikkita bog'cha hamda bizning Izmir turar joy majmuasi markazida 2 smenada 3000 o'quvchini o'qita oladigan maktab barpo qilinadi. Avtoturargoh muammosi endilikda sizni umuman o'ylantirmaydi. 24 ga 7 xavfsizlik tizimi, savdo do'konlari, bolalar maydonchalari, yashil dam olish zonalari, hammasi kun-tun aynan sizning xizmatingizda bo'ladi. O'zingiz va oilangizning kelajagi uchun ishonchli tanlov qiling. Bizga hoziroq obuna bo'lib qo'ying. Biz tez kunda yangi turar joy majmuasi Izmir loyihasiga sotuvlarga rasman start beramiz.